Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Kamot.uz jamoasi va sizlarga ushbu mahsulotlarimizni yanada batafsil ma'lumot qilib ko'rsatish maqsadida YouTube kanalimizni ishga tushirdik. Xudo xohlasa bu YouTube kanalimizda bitta eng uzun video bo'ladi. Xudo xohlasa shu mexanizmli oyoq kiyim qo'yadigan shkaflarimiz bu yer tarafda va yangicha turdagi tortmali kamotlarimiz, mana bunaqa eshikli oyoq kiyim qo'yadigan shkaflarimiz bo'ladi bu yer tarafda. Ular shu mahsulotlarni hammasini hozir videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, barchasini birma-bir ko'rsatib, qanaqa razmerda, qanaqa narxlari va batafsil ma'lumotlarni tanishtirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, narxi asosiy qiziqishyapti ko'pchilik, narxlar haqida batafsil ma'lumotlar bo'ladi. Birinchi o'rinda kichkina tovarlarimizdan boshlasak, razmerini sizlarga yana ham aniqroq etish maqsadida hozir hammasini metrda o'lchab ko'rsataman. Birinchi o'rinda razmeri ko'rishingiz mumkin. Bu ikkita tortmalik oyoq kiyim qo'yadigan shkafimizdan keyingi bo'lib chiqqan, ya'ni yangicha mahsulotimiz. Mana bunaqasi 50 sm ko'rishingiz mumkin. Pastdan tepaga 46 sm ekan va glubinasi 36 sm. Ruchkalari temir ruchka. Larni ko'rishingiz mumkin. Bu endi kravat oldiga qo'yiladigan bir kravatning tumba hisoblanadi. Buni hozirgi paytda O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mutlaqo bepul 390 mingdan dastavkasi bilan birgalikda narx chiqarganmiz. Materiallari sifatli laminat displaydan qilingan, chetlari PVH kromkadan ishlatilgan. Iloji boricha sifatli qilib va hamyonbop narxlarda qilib chiqarganmiz. Xullas bu birinchisi. Ikkinchi mahsulotimiz bu yer tarafda 60 sm ko'rishingiz mumkin. Pastdan tepaga o'lchaganda 61 ekan va buni ham glubinasi hammasi bir xil 36 sm qilib chiqarilgan. Buni ham ruchkalari sifatli temir ruchkalardan ishlatilgan va chetlari sifatli PVH kromka qilib ishlab chiqarilgan. Bu ham O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bilan birgalikda 590 mingdan narx chiqarilgan. Buni tepasini mana bunaqa avvalgi bo'lgan hisobiga bu narsa qo'ysanglar ham tushib ketmasdan iloji boricha sizlarga qulaylik yaratish maqsadida chiqarilgan. 590 ming so'm O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mutlaqo bepul. Navbatdagisi kattaroq kamot, bu ko'proq bolalarda kiyim-kechak uchun mo'ljallangan. Mana bunaqasi 70 sm va glubinasi 36, pastdan tepaga o'lchaganlarda 76 sm. To'rtta tortmalik ko'rishingiz mumkin. Ichi mana bunaqa bo'lingan. Ruchkalari ham sifatli temir ruchkalardan foydalanilgan va buning narxi hozirgi paytda 790 ming so'm O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mutlaqo bepul. Va xuddi shu komodimizni, tortmali tumbamizni o'rtacharoq, ya'ni hamyonbop varianti. Buni tepasida mana bunaqasi bo'lmaydi, avval joylari yo'q va bu oq rangdagisi ko'rishingiz mumkin. Bu ham sifatli mexanizm, temir ruchkalardan foydalanilgan. Buni razmerlari mana bunaqasi 36 sm ekan. Mana bunaqasi 68 sm, bo'yi 70 sm. Buni narxi 600 ming so'm O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mutlaqo bepul. Va buni ikki xil turdagisi mavjud. Bu yer tarafda mana ko'rishingiz mumkin. Sariqqa, oqqa sariq, bu polning oq rangi. Ikki xil turdagisi nalichida tayyor va oyoq kiyim qo'yadigan shkaflarimizga navbat keldi. Pastdan tepaga o'lchaganlarda 76 sm, mana bunaqasi 68 sm, mana bunaqasi 35 sm. Ichida 4 ta polkasi bor. Bu nafaqat oyoq kiyim qo'yadigan shkafimiz, balki boshqa maqsadlar uchun ham o'zingizni sharoitingizdan kelib chiqqan holatda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Eshiklari sifatli davolchik mexanizmdan foydalanilgan, mana bunaqa o'zi yopiladigan qilib ishlatilgan, ruchkalari sifatli ruchkalardan qo'yilgan. Buni narxi 600 ming so'm. Buni ham O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mutlaqo bepul. Yana bir bor eslatib o'tmoqchiman, bizda assortiment juda ham kattalashyapti. Telegram, YouTube va Instagram profillarimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, shularning barchasini dastavka qilinib turgan jarayonlarni va boshqa qiziqarli anaqalarni birinchi o'rinda Telegram kanaliga va Instagram profilimiz stories orqali kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi paytda arzonroq, ekonomikroq mahsulotlarimiz shulardan iborat. Boshida hozir mana oxirgi ko'rsatgan 600 minglik oyoq kiyim qo'yadigan shkafimizni mana bunaqa ranglisi ham bor, ko'rishingiz mumkin. Ichlari ham yog'i bir xil, faqat buni fasadi boshqacha. U oq korpusga sariq edi, fasadi oq, mana bunaqasi korpusi sariq qilib chiqarilgan.
Noshkalarga e'tibor qilishni xohlagan bo'lardim. Noshka nimaga bunaqa plastmassa noshka desanglar, pastgacha mana bunga o'xshab tushib turmagan. Endi bu ichkarida gilam yoki target ustida turadi, shuning uchun o'zinikini qo'yganmiz. Bu asosan tashqarida yoki namgarchilik bo'ladigan, endi eshikdan kirib kelganda o'zingizlar bilasizlar, oyoq kiyim nam bo'lgan holatda ham namgarchilik sizib o'tib ketmasligi uchun noshka ishlatilgan plastmassa sifatli noshkalardan qo'yilgan. Yonidagisi xuddi shu varianti, tortmali variant hisoblanadi. Ruchkalari ozgina boshqacharoq va tepada shu har xil buyumlar uchun mana bunaqa tortmalari tayyorlangan. Ichida buni ham 4 ta polkasi bor. Bu hozir hamma ko'rsatgan oyoq kiyim qo'yadigan shkaflarimiz jami 12 ta oyoq kiyim sig'adi. Hozirgi paytda nalichida tayyor. Bu eshiklari buni ham davotchik mexanizm qo'yilgan. Tepalariga kalit yoki shunga o'xshash mayda-chuyda buyumlarni qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Buni narxi 750 ming so'm. Dastavkasi bilan birgalikda. Bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Toshkent shaharmi yoki O'zbekistonda boshqa tomonlari bo'ladigan bo'lsa ham, dastavkamiz shu narxgacha kiritilgan. Ya'ni O'zbekiston bo'yicha dastavka bepul desak ham bo'ladi. Faqat shu mahsulotni o'ziga to'lov qilsanglar, xohlagan joylarga, xohlagan etaj, xohlagan vaqtingizgacha to'g'rilab olib chiqib berishadi. Kuryerlarimiz va hozirgi paytda shu nalichidagi bor tovarlarni bemalol aloqaga chiqib bog'lanishinglar mumkin. Bu tarafda xuddi shu tortmali variantdagi oyoq kiyim qo'yadigan shkafimizni barli varianti, ya'ni pastga ochiladigan, boshqacharoq qilib ishlangan. Bunga ham 12 ta oyoq kiyim sig'adi, faqat buni bo'yi balandroq, ko'rishingiz mumkin. 10 sm ozgina oshiqroq farq qiladi. Buni narxi 800 ming so'm. Buni ham O'zbekiston bo'yicha dastavkasi mutlaqo bepul qilib chiqarilgan. Endi bu o'rtacharoq, ekonomikroq bo'ladigan bo'lsa, bunga katta oyoq kiyimlar ham bemalol sig'ib ketadi. Pastdagi polkalari kattaroq qilib ishlangan. Razmerlariga keladigan bo'lsak, razmeri bunikini aytmadim, 35 sm, mana bunaqasi 68 sm va mana bunaqasi 88 sm. Shunda buniki 99 edi adashmasam, 1 metr oshiqroq ekan mana. 1 metrga mana bunaqasi 35, mana bunaqasi 65 sm. 12 ta oyoq kiyim sig'adi, bunga ham 12 ta oyoq kiyim sig'adi. Dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Endi bu tarafda ushbu pufikli oyoq kiyim qo'yadigan shkafimiz ko'pchilikka ma'qul kelgan edi. Buni boshqacha turlarini ham xudo xolasa chiqaramiz. Buni razmerlariga keladigan bo'lsak, 36 ga mana bunaqasi 1 metr qilib chiqarilgan. Bo'yi pastdan tepaga o'lchaganlarda mana 61,5, 61 desak ham bo'ladi. Endi ustidagi mягкий qilingan matolari bilan birga o'lchaganda buni ichki tarafi mana bunaqa puchtalik yengilcha mexanizm qilib chiqarilgan. Bunga ham 12 ta oyoq kiyim sig'adi. Tepasiga 4 ta, o'rtaga 4 ta, bu yoq tarafga ham 4 ta oyoq kiyim sig'adi. Jami 12 ta oyoq kiyim sig'adigan qilib chiqarilgan. Buni razmerlarini aytib o'tdim. Bu ham mana bunaqa sifatli plastmassa noshkalardan qilingan. Narxiga keladigan bo'lsak, 900 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mutlaqo bepul. Bu 3 talik mexanizmda bittalik variant hisoblanadi. Navbatdagisi ko'rishingiz mumkin. Bu ham ko'pchilikka ma'qul kelmoqda hozirgi paytda. 2 talik mexanizmli oyoq kiyim qo'yadigan shkafimizni 2 ta polka qilingan. Bunga ham 12 ta oyoq kiyim sig'adi. Bu faqat razmeri ustkiroq qilib ishlangan. Mexanizmga e'tibor qilishni xohlagan bo'lardim. Temir mexanizm sifatlilaridan baquvvat qilib ishlangan. Buni razmeri 25 sm, mana bunaqasi 68 sm, pastdan tepaga o'lchaganlarda 84,5 to'shni razmeri. Endi buni o'zingizlar pauza qilib yoki videoni boshqa bir mahsulot olib kelgan bo'lsa ham to'xtatib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Razmer so'raganlar uchun bu batafsil ma'lumot sifatida ko'rsatilmoqda. Xo'p, razmerlarni aytib o'tdim, nechta oyoq kiyim sig'ishni ham aytib o'tdim. Narxiga keladigan bo'lsak, 700 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mutlaqo bepul. Dastavka vaqtlariga keladigan bo'lsak, hozirgi paytda Toshkent shahriga masalan ertalab zakaz qiladigan bo'lsanglar, iloji boricha kechki paytgacha yetkazib beriladi. Obeddan keyin yoki kechki payt zakaz qiladigan bo'lsanglar, ertangi kunga obedgacha xudo xolasa yetkazib beriladi. Boshqa viloyatlarga 1 kundan 3 kungacha vaqt ketmoqda. Xo'p, navbatdagi mahsulotimiz. Bu ko'rishingiz mumkin, xuddi shu ikkitalik oyoq kiyim qo'yadigan shkafimizni tortmali variant hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham sifatli mana bunaqa temir mexanizmlar bilan jihozlangan. Bunga ham 12 ta oyoq kiyim sig'adi, faqat bundan farqi, bunga tepasida mana bunaqa tortmasi qo'shilganligi uchun razmerida ham, pulida ham ozgina farqi bor. Razmerini aytib o'tsam, 97,5, mana bunaqasi 68 va
25 sm. Bunga ham 12 ta oyoq kiyim sig'adi. Buni narxi 800 ming so'm. Buni ham O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mutlaqo bepul qilganmiz. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Xullas, bu mexanizmlarni juda ham ko'proq yurtdoshlarimiz qiziqish bildirganligi uchun boshqacha turlarini, boshqacha ranglarni ham chiqarishga harakat qilyapmiz. Navbatdagisi yangicha rangimiz ko'rishinglar mumkin. Kashmir rangi hisoblanadi. Bu rangdan oldin chiqarmaganmiz. Xudo xohlasa bundan buyog'iga shunaqa ranglari va tez orada oq rangi ham yetib keladi. Buni sizlarga iloji boricha Instagramga yoki Telegramga obuna bo'lib qo'ysanglar, birinchi o'rinda o'sha Telegramga qo'yamiz va batafsil video qilib YouTubega ham chiqaramiz. Nimaga Instagram, Telegram deb aytyapman sizlarga? YouTube'da o'zingizlar bilasizlar, anaqa 15 minut yoki 10 minutlik video olib, uni montaj qilib YouTube'ga joylaganimizga qadar Telegramda hozirgi paytda ma'lumot almashish juda ham oson bo'lmoqda. Shuning uchun Telegram kanalini ham yaxshiroq rivojlantirishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun birinchi o'rinda Telegram va Instagram profillarimizga a'zo bo'lib qo'ysanglar, shu ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib eshitishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, bunga jami 18 ta oyoq kiyim sig'adi. Aytib o'tganimizdek, temirlik sifatli mexanizmlardan foydalanilgan. Bu mexanizmni ko'pchilik internet do'konlarida plastmassa qilib qo'yishyapti ekan. Bizda hammasi temir, metallический noshkalari, shu aytib o'tganimizdek, namga chidaydigan plastmassa noshkadan foydalanilgan. Razmeriga keladigan bo'lsak, 68, pastdan tepaga o'lchaganda 121, mana to'shnisi buni 120 deb aytardik. Mana bunaqasi 25 sm. 24,5 ozgina balandroq ekan. To'shnisini aytsam, 18 oyoq kiyim sig'adi. Buni narxi 900 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mutlaqo bepul. Xo'p, bu xuddi shuni oq varianti. Bunisini rangi kashmir. Korpusi sariq bo'lib turib, fasadi kashmir qilib ishlangan. Bu e'tiboringizni bog'lagan bo'lardim. Hozirgi paytda juda ham ko'p uylarda anaqasi rangi shu rangdan foydalanyapti. Oq rang o'zingizlar bilasizlar, hozirgi paytda ozgina trenddan qolgan. Endi ko'pchilik oqqa o'rganib qolgan edi. Shuning uchun mana bunaqa malochniroq qilib chiqaryapmiz. Buni endi polni oqi ham va polni mana bunaqa kashmir rangini ham tez orada chiqarishga harakat qilamiz. Xullas, bunga ham 18 ta oyoq kiyim sig'adi. Bu ham shunaqa temirli mexanizm. Noshkalari baquvvat qilib ishlangan, razmeri bir xil ikkalasini. Chunki rangida farqi bor xolos dedik. Mana bu ham 900 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mutlaqo bepul. Endigisi bunisi xuddi shu 3 talikda 4 talik varianti. Mexanizmlari buniki ham sifatli temir mexanizmdan foydalanilgan. Rangi shu sariqqa kashmir qilingan. Noshkalari ham buniki bir xil. Razmeriga keladigan bo'lsak, bunaqasi 68 sm. Bo'yi 158 sm. Eni 24,5 buniki ham 24,6 sm chiqyapti to'shnisi. Bunga 24 oyoq kiyim sig'adi jami bo'lib va O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mutlaqo bepul bunga ham. Narxi keladigan bo'lsak 1,2 million so'm. Shu dastavka yoki boshqa narxlari hammasi shunga kirib ketgan. Bitta shu mahsulotni qabul qilasizlar, keyin to'lov qilsanglar mumkin bo'ladi. Va buni oq varianti, buni ham shu ranglari hamma yo'g'i shu ko'rsatilgandek, faqat buni fasadi oq qilib ishlangan. Mexanizmlari bunda ham baquvvat ko'rishingiz mumkin. Razmerlari hamma yo'g'i bir xil, faqat shu rangida farq bor. Bu ham 1,2 million so'm. Va sizlarga yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Bizda to'lov oldindan emas, mahsulotni olasiz, keyin to'lov qilasiz. Ya'ni ko'pchilik internet do'konlariga o'xshab oldindan qanchadir to'lov olmaymiz. Mahsulotni qo'lingizga olib, eng asosiysi tekshirib olganingizdan keyin to'lov qilasiz. Va yana bir qulaylik, masalan, Toshkentdan siz zakaz qildingiz. Toshkentda endi o'zingizlar bilasizlar, shahar joyda endi boshqa shaharlarda ham shunaqa bo'ladi. Ko'p qavatli binolarga olib chiqish kerak bo'lsa ham, kuryer telefon qilganda shu padezingiz, qavatingiz va uyingiz nomerini aytsangiz bo'ldi. O'zi shu eshigingiz oldigacha olib kelib, upakovkadan ochib, xullas mana bunaqa upakovkada tayyor holatda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, xuddi shu mahsulotimizni o'zingiz ko'rib, ma'qul keladigan bo'lsa, keyin to'lov qilasiz. Ya'ni bizda unaqa hech qanaqangi qanchadir qismini to'lov qilib, oldindan pul olish rejasi yo'q va bu tarafda shu mana upakovka qilingan holatda xuddi shu tarzda sizni aytgan manzilingizgacha yetkazib beriladi. Xullas, hozirgi paytda nalichidagi bor tovarlarimiz shu tovarlar hisoblanadi. Kimga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlar orqali aloqaga chiqishinglar mumkin. Eng asosiysi, kanalimizga obuna bo'lib kuzatib tursanglar, bunaqa ma'lumotlarni ko'proq video qilib chiqarishga harakat qilamiz va Telegram kanalda birinchilardan bo'lib ko'rishinglar mumkin. Telegram kanal ssilkasini qo'yib qo'yaman.
Xudo xolasa yana shunaqa videolarda ko'rishamiz degan umid.